Bola g'amajin. O'zi ham g'amajinda buni. Birinchi tug'ish cho'nib yostira. Shoxini qarang chiroyliligini. Shoxlarni qarang chiroyli. Birinchi tug'ish g'amajin. Bolasi gibrid mana. Gibrid mol bo'ladigan mol bolasi ham paradol. Onasi mana cho'nib yostira toza oqshoq. Mana. Mana birinchi tug'ish g'amajin. 20 ta sut beryapti deyapti hozir. 15 litrga olib ketaversin. 15 litrga. Shuni olib turib, mol qilib turib, barakat topsin olgan odam 15 litr sutga beraman. 20 ta ham kerak emas. Uyga kelib sog'ib ko'rib, mehmon olaman desa, 20 ta sutini sog'dirib ko'rsatib olib beraman. 20 ta sog'ib olaman ishmonda. Siskasining kengligini qarang. Oq yelin qarang. Cho'nib yostiradi bu tozasi. Keyin sinab ko'raylik desangiz, bir hafta 10 kungacha garantiya, bir oygacha ham yeb ichiga. Garantiya molga. Puldan qoldiray desangiz, puldan qoldirib bo'lmaydi. Sutini mana shu yerda uyda sog'ib olaman desa, 20 ta sut sog'ib oladi. Agar olib ketib barakat topsin desangiz, 15 litr sutga garantiya beraman. Mendan olib ketib 20 ta sut bersin mol borib. Olgan odamniki borib. 20 ta sut bersin jonivor. 20 ta sut bersin. Barakat topdim desin. 15 litr sutga olaversin. Naq pul. Nasiya boshqa narsa yo'q. Yana 1-2 litr sut kam bersa, ertaga kam berdi deymasinda. Shuning uchun kelib turib, mana bu yerga uyda sog'ib sinab ko'rib olsin. Sutlarni. Yedirsa ham yedirib ko'rsin. Nima ovqat bersa yeydi. Somonmi, pullotmi, bedami, makkami, nima bersa berib olaversin. Yeb ichishi sog'ligi garantiya 100%. Buni narxini aytayotgan bo'lsam, narxini baland aytmayman. 40 million kerak emas. 35 million ham kerak emas. 30 million ham kerak emas jonivorga.